O'zgandan so'ng ichki organlaringizda qanday o'zgarishlar kuzatiladi? Qorin atrofida to'plangan qalin yog' qatlamlari asta-sekin kichrayib, ichki a'zolarga bo'lgan bosim kamayadi. Yuragingiz endi qonni ortiqcha to'qimalar orqali haydashga majbur bo'lmaydi, shuning uchun u yengilroq ishlay boshlaydi. Qon aylanishi yaxshilanadi, tomirlarga tushadigan zo'riqish kamayadi. Jigar atrofidagi yog' kamaygan sari u ovqatni va yog'larni yaxshiroq qayta ishlaydi. Qorin ustida joylashgan diafragma esa erkinroq harakat qiladi. Nafas olish yengillashadi. O'pkangiz to'liqroq ochiladi. Buyraklar ham yengillikni his qiladi. Atrofidagi bosim kamayadi. Bo'g'imlaringiz esa har bir qadamda kamroq yuk ko'taradi. Ichkaridan qaraganda bu bosim kamayishi, erkin oqim va a'zolaringiz uchun esa yengil hayot degani. Siz faqat o'zmayapsiz, siz tanangizni yengil, sog'lom va erkin holatga qaytaryapsiz.